Ushbu zamonaviy, mustahkam, barcha qulayliklarga ega bo'lgan xonadonlardan birini siz ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum. Ziynat uy-joy savdosining aziz kuzatuvchilari. Bu xonadonimiz, bilasizlar, Farg'ona shahridagi eng ishonchli qurilish kompaniyalaridan biri bo'lgan Billur Bunyodkor Buildings kompaniyasi tomonidan qurilayotgan uylarimiz. Buni savdosini ancha bo'ldi savdoga chiqarganligimizda. Bugungi kunda ushbu xonadonlarimiz savdosi juda ham chiroyli bir holatda bo'ldi. Faqatgina bugungi kunda 8, 9, 10 va 11-qavatlardagina uylarimiz qoldi. Uylarimizni siz ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi deganligim, ya'ni uylarimizni uzoq muddat 36 oy halol nasiyaga beryapmiz. Faqatgina boshlang'ich 30% to'lovini qilsangizgina sizga mana shunaqangi uzoq muddatga uylarimizni beramiz. Uylarimizni qulayliklari, afzalliklari ko'p. Keling, men sizlarga ushbu qurilishni batafsil yana bir ma'lumot bersam afzalliklari haqida. Bugungi kunda Farg'ona shahrining biror bitta uylarida bunaqangi afzallik yo'q. Alloh asrasin, biror bir uyda, xonadonda yong'in chiqadigan bo'lsa, yong'inni oldini olishlik, o't o'chiruvchilar kutib o'tirilmaganda, mana bunaqangi yong'in xavfsizligi uchun mana bunaqangi yashiqlardan bir emas, naqd 2 tadan qo'yishlik majbur qilingan. Mana bu ko'rib turganingizdek, ikkinchisi, ya'ni mana shu podyezdning o'zida 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta xonadon bo'lsa, 4 tasi 3 xonali uylar, 2 tasi studiyli 1 xona uylar. 2 xona deyiladi. Demak, qarang, mana bu ikkinchi, ya'ni yong'inga xavfsizligi uchun mana shunaqa yashiq birinchi etajdan to'inki tepa 12-qavatgacha qo'yilgan. Va mana shu koridorlarda har bir uy, ya'ni issiqlik qozon, haligi отопительный sistemasi, isitish tizimi, ya'ni alohida bo'ladi. Bu eko shahar bo'lganligi uchun gaz yo'q bu joyda. O'zi uy 100% eng afzalliklardan bittasi, uy 100% bitgan holatda topshiriladi. Buni qarang, hamma nimasi mana shu joydan kirganda sistema o'ta ham chiroyli, mustahkam qilingan. Bular hammasi turetskiy turbalar ishlatilgan. Mana shu kirgan turbalarda hammasi mana shu joydan xonadonlar kirgani uchun mana shu joylar ham issiq holatda, ya'ni bo'ladi. Endi qarang, bitta misol keltiraman. Mana bu xonadonimiz bir xonali uy deyapmiz. Qarang, bir xonali uyni planirovkasi, mana kirganingizdan keyin mana bu joy hammom bo'ladigan bo'lsa, 100% bitqizilgan holatda topshiriladi. Mana kafel, patologgacha suv kirgan, hamma yo'q kirgan, yevromontaj bo'lgan, ya'ni to'liq mana bu yevromontajni, ya'ni elektromontajlar hammasi, ya'ni qo'yilgan. Mana bunaqangi hammasi qo'yilgan. Mana bu aboylar yopishtiriladi, to'liq отопление qo'yilgan, uy bitqizilgan holatda siz azlarga topshiriladi. Bu mana bu studiyani, mana yerda mana oshxonani anjomlari turadi. Bu joyda bir yo'la mana o'tiriladi va har bitta uyda albatta o'zini balkoniga ega. Balkonda bemalol mana bu joylar hamma joy ko'rinib turadi. Bu bir xona studiyani deyiladi, zamonaviy bo'lib ketdi. Ya'ni oshxona bilan zal bitta bo'ladi, u joy yotoqxona bo'ladi. Endi bu joydan chiqqanimizdan keyin mana bu 3 xonali uyimiz, ko'rib turganingizdek 3 xonali uyimiz. Bu ham kirganimizdan keyin hammom, tualet, tepagacha yuqori joygacha kafillangan. Bu joy oshxona, alohida oshxona bu. Oshxona issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya hamma yo'q ulangan. Hamma yo'q, mana bunaqa rozetkalar, vытяжкалар hammasi qilingan. Buni ham o'zini balkoni bor. Shu jumladan endi kirganimizdan keyin mana bu joy mehmonxona qilsak, kattaroq joy, kirishga mehmonni olib kiramiz, chetdan ketaveradi. Va mana bu joylarimiz yotoqxona. Bu bitta yotoqxona bo'lsa, aboylar qilingan chiroyli holatda. Bu ikkinchi, mana bu 3-xona bu. 3-xona, oyoqlar tayi suxoy stashka bo'lgan. Ana shu kelgan turba ham mana shu yergacha kelgungacha, ya'ni yerdan kelgan mana shu joylar ham mana shuni ham hisobiga to'pli pol sifatida uyda ancha isishiga yordam beradi.
Demak, ushbu uylarimiz aytib o'tganimizdek savdosini ancha bo'ldi ochganimizga, bugun 8-yanvar kuni kelib holatni o'rganganini kelganimizda ishlarimiz ancha yakuniga yetib qolyapti. Uzoq muddat 36 oyga ushbu uyimizni muddatli to'lov sifatida beryapmiz. Imkoniyatingiz bor, juda ham oz uylar qoldi, faqat yuqori qavatdan 8, 9, 10, 11-qavatlardan qoldi. Eng yuqori 12-qavatdan tugagan. O'zim shaxsan o'zim 12-qavatdan uy sotib olganman. Chunki tepadan ko'rinish o'zgacha bo'ladi azizlar. Demak, kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Yana batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.